Kelganimda og'riq o'ta yomon, kuchlik, yurolmay kelganman. Kelganda harakat cheklangan, oqsab yurardilar. Hozir o'zlari to'g'ri yuryapti. Yozyovondan kelgan Malika opamiz bilan hozir suhbat qilamiz. Malika opa, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Kelganda qanaqa edi shikoyatlaringiz? Rahmat. Men kelganimda umurtqa grijasi bilan keldim. Ko'chizzada suyuqlik og'rig'i, oyoq bosolmay kelganman kelishda. Shu og'rig'im kuchliligini hisobiga shu yerda diagnostikani Ilhomjon vrachimiz Yusuf Ilhomjon ukamizni tavsiya qilishdi. Kelganimdan juda minnatdorman. Kelganimda og'riq o'ta yomon, kuchlik, yurolmay kelganman. Hozir mana 8 kun bo'lgan bo'lsa kelganimga yurib, mana kayfiyatlarim, o'zimning sog'liqlarim undan yaxshi bo'lib, chiroyli bo'lyapman. Shu ukamga rahmat aytaman. Bu klinikamizga bundan ham porlab, yashnab, martabasi oliy bo'lib, bu ilmiga ham yana ilm qo'shilishini tilayman. Ukamga omadini bersin. Malika opam ikkala tizza bo'g'im osteoartriti, ya'ni tizza ichidagi sinovit, ya'ni qaytalanuvchi sinovit va bursit bilan murojaat qilgan. Ya'ni tizzalarida harakat cheklanib qolgan. Natijada kamiga bel umurtqalari disk grijasi bilan murojaat qilgan. Bizga oyoqlar tortardi, oyoqda harakat cheklangan edi. Mana hozirgi lecheniyalarimiz, ya'ni davolash standart bo'yicha davolanishni tavsiya qildik opaga. Stasionar davolanishayapti. Davolanish natijasida opa o'zini ancha yaxshi his qilyapti, o'zi bemalol harakatlanyapti. Kelganda harakat cheklangan, oqsab yurardilar. Hozir o'zlari to'g'ri yuryapti. Agar sizda ham ikkala tizza bo'g'im osteoartriti, bel umurtqalari grijasi aralashib kelib, sizni harakatingizni cheklab, hayotingizga xavf solayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz bu kasallikni Yevropa, Amerika standartlari bo'yicha to'g'ri davolaymiz.